O'zbekiston bo'ylab dastlabki bepul 12 viloyat tumanlariga kommentariyaga kirsalaring, kommentariyaga taksistlar nomerini qo'yib qo'yganman. Samarqand, Andijon qatnaydigan, Namangan, Farg'ona qatnaydigan, Andijon, Qo'qon qatnaydigan shunaqa taksistlarda endi O'zbekiston bo'ylab shu barcha tumanlarga qatnaydigan taksistlar nomerini qo'yib qo'yganman. Kommentariyalarni yaxshilab o'qisalaring shu chiqadi. O'zbekiston bo'ylab tuman, faqat shaharlarga dastlabkisi bepul bo'ladi. Sağlık gece. İçi kokon olagan, tamam mı? Nima antibiyotik qo'yamiz, so'z kalta qilib aylaymiz onu. Kalta qilib aylab. Jinimollarni kalta qilib aylab olasizlar, omon nuqtada ekan bu. Shoqi qiyshiqligiga shoxiga baylamadi. Razmerni mana kecha ko'rsatganmiz, yana bitta ko'rsatib qo'yaman. Songa qo'yiladi, bu yerga qo'yib turibman. Bu ikkinchiga tushgan. Kecha qo'yilgan va 3. Bu yana 2 ga qo'yilgan. Ezib turib, mana ezgandan keyin bu buraladi mana. Buralgandan keyin olgan razmerga qo'yib beraman. 5 ga. Bu yana 5 ga qo'yildi. Bu mori kattami. Eng kichkina razmeri 10 million so'mlik kichkina go'jaklarga tushadi mana. Bu moriga kichkinalik qiladi, kichkina. Buni ko'rsattiramiz mana. 2 ga qo'ydim, bu tomondan 2 ga qo'ydim. Kecha jinnilik qiladi, boshqa qiladi, lekin teturadi mana, tepolmaydi. Mana yonga qarab tepmaydi, oyoqqa qarab tepmaydi mana aslida. Boshqa qilmaydi mana, kelaverasizlar bemalol. Lekin mana razmeri katta bo'ladigan bo'lsa tepadi. Prosta ilib qo'yish kerak emas, buni tortish kerak mana. Bu parda mana cho'zilib turibdi mana, ko'ryaptimi? Parda cho'zilishi kerak. Shundan keyin tepmaydi. Agar cho'zilmasa ham parda mana. Cho'zilmasdan prosta katta razmer qo'yib qo'ysa, haqiqatan tepadi mana. Teturmasligining sababi mana bunga o'xshab kalta qilmasalar, ya'ni uzun qilib qo'ysalar ham teturmaydi. Mana buni aqli kalta qilib qo'ysalar ham mana teturaveradi. Teturishining sababi, yurmasligining sababi mana shu oldini baylaganda-da. Agar baylab qo'ysangiz yurmaydi. Agar uzun qilib baylab qo'ysangiz, agar yuraveradi shunda. Antibiotik qo'ysam ham yuryapti deganlarga mana antibiotik qo'yganlar shuni kalta qilib baylab qo'yiladi. Yaxshi niyatlar bilan ikkita patroq berdim. Olaraymi? Yog'lavani. Bo'ladimi? Bolaga olsam. Bolasini qo'yamiz-a? Bolasini qo'yib olaylikmi? O zaman şöyle de kolu yorayım. Bazen oraya zaman
turing. So. Mana shu holatda misol keltiribdi-yu mana yurishi mumkin o'ngga yo chapga yo oldiga yo orqaga. Lekin bu oyog'i tepolmaydi hozirgi Zangiro'dan bu tepolmaydi. Ha, shopirlarni dastavkasi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. 12 ta viloyat tumanlariga kommentariyaga kirsalaring, kommentariyaga taksistlar nomerini qo'yib qo'yganman. Samarqand, Andijon qatnaydigan, Namangan, Farg'ona qatnaydigan, Andijon, Qo'qon qatnaydigan shunaqa taksistlarda endi O'zbekiston bo'ylab shu barcha tumanlarga qatnaydigan taksistlar nomerini qo'yib qo'yganman. Kommentariyalarni yaxshilab o'qisalaring shu chiqadi. Jim bo'lib qoldi mana shu mana. Antibiotik bilan tez turibdi endi. Sal taqilib berasang o'zi tez turadi ma'lum miqdorda, lekin tepishiga garantiya hech kim bermaydi. Antibiotik mana qo'ygandan keyin oyog'i ishlamaydi mana turaveradi. Bir 15 minut, 20 minut deganda olinglar buni, olib yana bir oyog'ini chiganini yozsin-da, keyin yana qo'yib qo'yinglar mana. Yani sog'salang bo'laveradi. Endi 15-20 minut ichida ancha-muncha odam sog' bo'ladi-da o'zi. Shu bittadan like bosib qo'yinglar, keyin kommentariy yozib ketinglar.